Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, yaxşımısınızlar? Anlavatqanlar Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Şəxslər albomu proqramısı. Mən proqram riyasətçisi Arman Nurcan. Edison Amerikalik məşhur alim və kəşfiyyatçı. O, kiçikidən tartıbla fənni söyüb, özlükidən tarışıb ögünüb, özünün hayatını ilim-fən işlərə təqdim qilishga iroda bağlagan. Biz bugün davamlıq Edisonның hayati fəaliyyəti və sərgüzəştisini tonuşturuş arqalıq muntazam ma'rif tərbiyəsi almagan Edisonның fən kəşfiyyat işlərində qandaq berilib tədqiq qılğanlığı və qaysarlik bilan əmgək qılğanlığını tonuşturumuz. Onun insaniyyət cəmiyyəti üçün bəxt yaratışda güclük arzusunun ilhamında qat'iy iroda bağlab, min qitimlab məğlubiyyət aldıda qorxmay, çekinmay, san-sanaqsız qiyinchiliklarni yengib elektr chirog, patifon, kino va akkumulyator qatorliq 2000 xilcha ilmiy kashfiyotini qandoq qilib vujudga keltirib, kishilarning hurmati va muhabbatiga sazovor bo'lganligini tasvirlab beramiz. Anglashni qo'ldan bermaysizlar. Edisonның elektr chiroqni ijod qilganlik xabari axborotchilar orqali gazet jurnallarda e'lon qilindi. Bu gazet jurnallar bir-biriga moslashib, bir-birininkini to'liqlab, oshirib degidak tashviq qilishdi. Shuning bilan bu xabar darhol Amerikaning ham yerga tarqalib, butkul Atlantik okeanining ikki qirg'og'ini zilzilaga keltirib atdi. Bu chaqlarda Amerika bilan Angliyaning ko'mir gezi sanoati nihoyatda taraqqiy qilgan edi. Amerikani elib aytsak, gaz chiroq bilan tijorat qiladigan cho'ng xo'jayinlarning har yillik umumiy kirimi 150 million Amerika dollariga yetgan edi. Albatta, bu sanoat asosan cho'ng shaharlarga markazlashgan. Bir qadar boy odamlar uchun xizmat qiladi. Yezilardagi dehqonlar, shahar bozorlaridagi kambag'allar yanala kirsinchiroq yoki sham yoqadi. Lekin bu gazvoy chiroq shirkatlari ichida taxminan %10% shirkatlar maxsusla yo'llarga chiroq o'rnatishga mas'ul bo'lib, ko'chalarni yo'ritish orqali tijorat qiladi. Ular xeli burunla keyin chiqqan yoysimon elektr chiroqning tahdidiga uchrab, tijoratda jeni tumshug'iga kelib qolgan. Edisonning hozirgi kashfiyoti oilalarni va korxonalarni ta'minlaydigan qolgan 90% gazvoy chiroq shirkatlariga o'lim jazosi hukm qilgan bilan barobar edi. Buning ta'sirining naqadar cho'ngligi mana buningdan ko'rinib turibdi. Hammadan avval ta'sirga uchraganlar sezimchanligi intayin o'tkir bo'lgan paychiga bozor bo'ldi. New York Avangard gazetida e'lon qilgan Angliyaning Londondan kelgan telegrammasida mundaq deyilgan. Edison apandi elektr chiroq yo'llarini tarmoqlarga ayirish to'g'risidagi kashfiyotini e'lon qilganlikdan shahrimizda ko'mir gaziga qo'shilgan paychiki bahosi biroqla nihoyatda to'van tushib ketdi. Bir necha kun ichida 12% tuvallab ketdi. Arqıdan kelgan xabarlarda yana Angliya parlamenti bu ishda intayin parishon holga tushib qolib, alohida jiddiy yig'in ichib, uningga qarshi tadbir ustida muzokara qilgan hamda maxsus hay'at tashkil qilib, butkul tok orqali yo'riqlik chiqarish masalasini tadqiq qildi deb yozgan edi. Demak, ular qo'rqqanga qo'sh ko'rinar, ko'langisi 5 degandek jiddiy ahvolga tushib qoldi. Olisterd ko'chasidagi xo'jayinlarmi takki-dukkiga tushib aloqazodi bo'lishib ketgan bo'lsin. Lekin ularning ichidami tadbirli xo'jayinlar bor edi. Morgan ismli cho'ng bir kapitalist bo'lib, u Edisonning elektr chiroqni sinov qilishga nurg'un pul sarf qilib, iqtisodiy jihatda qiyinchilikda qolganligini anglab, chashqonning ko'zlariga o'xshash ko'zlarini chimchiqlatib, yon pishig'i birni urdi-da, kulib ketib, "Sen puldan qisilgan ekansan, adibingni berdiganga menda amal bor", dedi-da, ham nafas kasbdoshlardan bir nechini yig'ib, "Jahon hadab o'zgaryapti. Biz tijoratchilarmiz. Uningga qarab o'zgarib turishimiz kerak. Bo'lmasa cho'qim shallanib qolamiz. Ahvoldan qaraganda gazvoy chiroqning vaqti o'tganda qiladi. Shunga bizmi shamolning chiqishiga, suvning eqishiga qarab ish qilishimiz lozim", dedi. Uning bu bir necha kasbdoshi bu ishdan besh qaytib gangrab, gallardan tamoq o'tmagan edi. Hozir Morganning so'zini anglab, chora tadbir tepilganda kes qilishdi-da, darhol uningga "O'zlarining fikrlari qandoq ekan?" deb iltimos qilishdi. Morgan Safaning yo'lanchukiga o'zini tashlab,
xuddi bir muhim maxfiyatlikni oshkorlagandek. Burun anglagan xabarlarni so'zlab o'tdi. Ondan soqollarini silab, kulib turib, "Mening qarashimcha, hozir nihoyatda tasdiq qo'lga keladigan yaxshi payt. Biz amal qilib yo'chiq echib kirib, qarshi tarafni o'zimizga tortishimiz lozim", dedi. Ondan ko'ranglagan holda shahmat o'ynashni olsak, kim burun mangsa shu utudi. Uruqni mangmay turaversak, boshqalar shah deydi-da, biz mat bo'lamiz, dedi. Bu bir necha haromzodilar bir pas maslahatlashib, oxirida Edison bilan munosabat qilishga vakil avatishni qaror qildi. Ular vakilga o'zlarining 300 ming dollar chiqarib, Edison bilan elektr chiroq shirkatini birga qurib, elektr chiroqqa munosabatlik tadqiqot, yasash, qurashtirish qatorliq barliq ishlarni boshqaradiganligini, texnik jihatga rahbarlik huquqi Edisonning qo'lida bo'ladiganligini, kelgusida ish muvaffaqiyatli bo'lganda foydani qatqan pay bo'yicha bo'lishadiganligini, Edisonning ishlariga aralashmaydiganligini aytdi. Edison o'yladiki, navbatda sinoq amdil boshlandi. Qo'limdagi pulmo tugay deb qoldi. Agar hammani o'zim ustimga kelib mengaveradigan bo'lsam, iqtisodiy jihatda haqiqatan bardosh bera olmayman. Uning ustiga sinoq uchun nihoyatda zo'r xarajat ketadi. Muvaffaqiyat qozonishdan texi ishonch yo'q. Edison ashu tarzda uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxiri ma'qul deganim tuzuk degan yerga keldi-da, kelgan vakilga sizlarning hamkorligingizga erisha olsam, nihoyatda xushal bo'laman. Hamkorlashdagi konkret choralarga kelsak, yiroqni ko'zligimiz yaxshi. Ikki taraf qayta maslahatlash orqali tövandagi kelishdi. Birinchi, darhol kasbiy apparatlarni qurishga tayyorlik ko'rish hamda shirkatga Edison elektr chiroq shirkati deb nom qo'yish. Ikkinchi, ko'limini kengaytirib, odam uskunalarni ko'paytirish, sinoq xizmatini pal qanot yoydirish. Uchinchi, 300 ming dollar sarmoyadan Edisonning sinoq rasxodiga oldin 50 ming dollar ajratib berish. Mana endi Monroe bog'chisida haqiqatan odam ko'paydi. Kayfiyat yangilandi. Tajribaxonadagi ish ustallari biroqli natijaga yetdi. Yangidan taklif qilingan xizmatchi xodimlar ichida matematikani pishiq biladigan Aprodon, analiz ximiyaga usta Lorson va rodalarda kam uchraydigan metallar bor yo'qligini maxsus tekshiradigan Haydilar. Bulardan boshqa akkumulyatorga alohida qiziqadigan Jel degan yigit bor edi. Koni yangilarni qo'shganda odam 200 dan oshdi. Aslidagi joy torliq qildi. Shunga Edison o'zi bevosita loyihilab, 2 qavatli binoning oldiga bir korpus uy selib, ishxona va qiroatxona qildi. Qurilishning orqa tarafidagi yerga pishqishdan uzunchoq bir uy selib, uni motor uyi qilib, 80 ot kuchiga ega 2 par mashinasini bu uyga o'rlashtirdi. Kengaytirish, batlash xizmati nihoyatda qizg'in elib berildi. Elektr chiroqni sinoq qilish ishi kech kunduzlab tez suratda elib berildi. Inchki sim osonlik ko'yib ketgachga, Edison yana platinadan kengroq yaparaqcha yasab, uni lampochkaning qili qildi. Keyin yana platina bilan erdini parashut qilib, seg'iz to'pi qatorliq tok o'tkazmaydigan moddalar bilan birlashtirib, har xil yorug'likdagi chiroqlarni sinoq tariqasida yasab chiqdi. Har qitim mag'lub bo'lganda, aynak ko'mzakni qo'liga elib qarg'inicha o'ylab turib ketadi. Ba'zida taslikda uyga tamoqqa borganda bir parcha bolkani og'ziga opirib etib, qo'nchoq o'yinida qo'nchoqning yipi uzilib ketib, butdak turib qolganga o'xshash hanqaytib turib qoladi. Mari inki bilan bir necha rat sharat qilsimi tuymaydi. Faqat dashi asta kelib kichik qo'llar bilan dadasining bo'yniga esilib, "Dada, yana nima kashf qilishni o'ylayapsiz?" degandila, u qo'lidagi bolkani og'ziga salatdi-da, kulgan peti. Kichik o'g'lini quchqiga elib so'yib qo'yib, "Obdan o'g'lim, ajoyib yo'riq elektr chiroq kashf qilib, sana o'yinchi qilib bersam qanday deysan?" deydi. Xo'shal bo'lgan bola chavaqchilib barkalla aytdi. Edisonning bundaq tadqiq qilish ruhini ko'rgan ishchilar ichidan uningga qoyil edi. Ularni texmi qoyil qildirdigani uning mo'l bilimi edi. Aprodon yangi kelganda xo'jayining gez sotquchilikdan kelib chiqqanligini, hatto boshlang'ich maktabda o'qimaganligini anglab, uni bir oz ko'zga ilmagan edi. U "Men Polniston universitetining matematika fakultetini bitirgan. Yana Germaniyaga berib, 1 yil bilim oshirgan. Boshqa jihatda bir narsa deyolmasammi, aqallisi matematika jihatda rasmiy maktab tarbiyasi ko'rmagan bu kishidan xeyli ustun tura olayman" deb o'ylagan edi.
Edisonning o'zimi doim "Men matematikada haqiqatan savossiz" deydi. Lekin konkret xizmatda ish butunlay boshqacha bo'ladi. Edison hisoblaydigan bo'lsa, ham tez, ham to'g'ri, nihoyatda puxta edi. Aprodon oliy matematikani tatbiqlab erishgan ba'zi natijalarda azroqli to'g'ri bo'lmagan joylar bo'lsa, Edison anchiki ko'rib qo'yish bilanmi ko'rsatib beradi. Xato joylarini tuzitib qo'yish texi hech gap emas edi. Hisoblash usulini konkret tatbiqlashda Aprodon uningga texmi yetalmaydiganligidan xijil bo'lib, uningga opirini o'qibla qolatdi xolos. Bir qitim Edison bir dona aynak ko'mzakni uningga berdi va uning sig'imchanligi qanchalik hisoblab beqing dedi. Aprodon olmadak kichik lampochkani qo'liga elib, bir hazo o'ylanib, bir tal santimetrni tepib keldi-da, ko'mzakning ostini, ustini xeli uzungacha o'lchadi. Ya'ni uning shakli bo'yicha bir xarita chizib, har xil o'lchamlarni izohlab chiqib, ondan uni hisoblash usuli, sansipir, belgi qatorliqlarni bir muncha yezib, inchki hisoblashga boshladi. Shu tarzda 1 soat o'tdi. Edison kelib uningdan ishlab bo'lgan bo'lmaganligini so'raganda, u tarlarini aytib, beshini chayqab, "Tugimidi, endi yerimini ishlab bo'ldim" dedi. "Yerimini ishlab bo'ldim?" Edison bir oz ajablanib, yengishib qarab edi. 16 formatlik oq qog'oz imir-chimir hisoblar bilan to'lib ketgan edi. Edison o'zini tutolmasdan kulib ketib, "Yanala ma'u usulda hisoblagan" dedi-da, qo'liga aynak ko'mzakni elib, ichiga liq suv quyib, uningga berib, "Bu suvni o'lchash probirkasiga quyib, uning hajmining qanchalik ekanligini ko'rib boqqan. Uning hajmi qanchalik bo'lsa, bizga lozim bo'lgan javobning o'zi shu" dedi. Aprodon birdilla esiga keldi-da, bo'yinlarigacha qizarib ketdi va 2 minutga qolmayla ishni bitirdi. Xizmat jiddiy elib berildi. Lekin muvaffaqiyatdan umid nihoyat yiroq edi. Aynak ko'mzakning ichidagi kichik narsa faqat gap anglamaydi. Edison ko'mir, oq oltin va irdilardan boshqa yana bari, rotini, titan, molbedin, rodi, sirkoniy qatorliq kam uchraydigan metallarni ishiltib ko'rdi. U kechalari uxlamay va uzun vaqt kuchli chiroq nuriga tikilib yurganlikdan ko'zlari qizarib, ham ishib, lo'qildab og'riydi. Ba'zida qattiq og'rib ketganda qo'li bilan ikki chekisini siqatdi. Bu kar qilmaganda og'riq pasaytish to'g'risi yeb, bir necha soat dam oladi-da, yana ishlaydi. Sanoqning kayni-kaynidan mag'lub bo'lishi orqasida $50,000 go'yo ashu kam uchraydigan metallar erigandanmi tez erib, hayt-huyt degichi tugay deb qoldi. Mablag' qo'shgan xo'jayinlar bu xabarni anglab, qo'shimlarni turishib, og'zi-og'ziga tegmay taptani qilishib ketdi. Hamma chatoqni shu Morgan degan qeyr topdi. Yo'chiq deb kirish, o'zimizga tortish, boldurmangan utudo degan gaplar o'z putimizga o'zimiz palta chapqanlik bo'ldi. Obdan bo'ldi. To'g'ri o'g'irlash uchun bir changal dancha etish deganlik, pulni dengizga tashlash bo'ldi. Mana endi bu dengizdan chachirab chiqqan bir tomchi suvni ko'rmadik. Yuringlar bu qeyrni izlab tepib, uning yana aldaydigan qandoq gaplar borkin uqib baqayli. Bu bir nechaaylan aldirab-saldirab Morganning uyiga kelib, mehmonxonaga amdili kirishiga Morgan ularning qo'sqidagi qurtdak. Ularning kelishdagi maqsadini bildi-da, pit ko'zlarini chimchiqlatib, "Ha, $50,000 chiqarib aldirab ketdinglarmi? Semiz go'sht yeganlar kelib ketdimi? Hozir texi baldur. Qarmoqning ipi uzun bo'lsa, beliqning cho'ngini tutquli bo'ladi. Yiroqni ko'zlash kerak" dedi. Ondan taqir beshni silab, "Aldirash to'g'ri kelsa, mening dasmoyam hammadan ko'p. Men bakrak aldirsam bo'ladi. Lekin uning qilayotgani kashfiyot. Bu bolqi kaki bilan bitadigan ish emas. Naqqoshchilikqa o'xshash inchga, nozik ish. Aldirganning foydasi yo'q" dedi. "So'zni deganingizcha bo'lganda, bizza uning mislda naqqoshchilik qilishiga pul beribdimizda" dedi birsi humiyib. "U puldan qisilmagan bo'lsa", dedi Morgan tarni turib, "siz uning oldiga opirib berganingizni olmaydi. Gapning ochiqini aytsam, biz ikki taraf shuning uchun hamkorlasha oldik-ki, biz uning qobiliyatiga ishondik. U bizning pulimizga yo'landi. Gapning qisqasi ana shu", dedi. Ondan kulib turib, "Darvaqa pul chiqargandan keyin pulni nima qilayotganligini o'qish kerak. Men Edisonni bu yerga chaqirib suhbatlashay deb niyat qilgan edim. Lekin uning vaqti bo'lmag'achqa meni Monro bog'chisiga berib ekskursiya qilishga taklif qildi. Agar har biringlar ko'ngil tindira olmasanglar, birga berib ko'rib kelsakmi bo'ladi"
dedi. Yo'qsa, o'zlar borgandan keyin ko'nglimiz tinmaydigan nimasi bor? Bular yana bir narsa deyishga o'ng'aysizlanib, ko'ngillariga boshqacha g'araz tukib qaytib ketishdi. 1879-yili 4-oyning o'ttirlaridagi bir kuni kechqurun Morgan Edisonning qonun maslahatchisi advokat Lawlerning hamrohligida Monroe bog'chisining tajribaxonasiga kelib, bu joyning xo'jayini bilan suhbatlashdi hamda elektr chiroq siniqini ekskursiya qildi. Natijada shu kunki havoga o'xshash Morganning qalbini qor bulut qopladi. U qo'shumisini mushtumdak turib, lamjim demay Nyu-Yorkka qaytdi. Sınaq ahvoli kishini haqiqatan umidlantirmaydi. Oldin o'rlashtirilgan nech platina simliq lampochka bir tal tamakishik bo'lgudak vaqtga yetmayla paras-purus qilib tugishadi. Elektr chiroq bilan yo'ritilgan mashina uyi birdilla qop-qorong'u bo'lib ketadi-da, kishining payzini qochiradi. Osmonni qora bulut qoplab, orqadan guldirlab chaqmoq chaqdi. Elektr chiroq siniqining mag'lub bo'lganligi haqidagi xabar qandoqchido sirtqi posh bo'lib qolishi bilan gazet jurnallarda darhol har xil maqolalar paydo bo'ldi. Biraylan e'lon qilgan maqolasida mundoq dedi: Yaqindan bo'yon cho'g'langan chiroq jihatda bir muncha tuturuqsiz paranglar paydo bo'ldi. Ma'lum bir kashfiyotchi tok iqimining nurg'un tarmoqlarga bo'lgili bo'ladiganligini jakarladi. U kishi bu so'zning ilm-fan qoidalariga tubdan uyg'un kelmaydiganligini bilmaganmi yoki unutib qolganmi? Yana ba'zilar hasratlanib, mayli Edison bo'lsin yoki boshqa kishi bo'lsin, u jamoat e'tirof qilgan tabiat qonuniyatlaridan hargiz olqib ketolmaydi. Bir tal simdan bir vaqtda yo'riqliq, quvvat va issiqlik energiyasi mangdurman deyish og'ziga kelganini biljarlash bo'lib, amaliyotda hargiz vujudga chiqmaydi. Yana ba'zilar Edison apandi nimani kashf qildi degan maqolasida mundoq dedi: Bu hissiyotchan yosh kashfiyotchining qanchalik o'tkir paranglarni qilganligidan qat'iy nazar, yuqori ma'lumotga ega elektrodshunos mutaxassislar Edison apandi mengavatgan tajriba yo'lini ilmi to'g'ri deb hisoblamaydi. Masxiralar, rahimsiz zarbalar, xuddi shaqirab yoqqan yomg'irdak bu ta'tir shamolga agishib, to'xtamasdan Edisonning ustiga yoqqili turdi. Edison ikki qo'lini shimning yonchuqiga selib, beshini sangiltib, titit bo'lgan holda tajribaxonasida u yondan bu yonga mang'atdi. Bugun u boshqacha edi. Uning chiroyi tatargan bo'lib, chik tomirlari so'qib turadi. Chochlari chuvilib, yuziga tushib olgan. U yoqdan bu yoqqa xeli uzun mengib, deraza oldida to'xtadi-da, beshini ko'tarib sirtqa qaradi. Kichik edir bilan o'rmonlikning qop-qora ko'langisi xuddi tamdak uni taraf-tarafdan qo'rshib oldi. Osmonda top-top qor bulutlar paydo bo'ldi. Ular bir yerga to'plashgan siri texmi qariyatdi va xuddi zaminga besib tushdigandek u yon-bu yon ig'anlashadi. Tajribaxonada gazvoy chiroq yondirilgan edi. Chiroqdan chiqqan ko'kish o't shamolda hadab titrab, lapildab turadi. U chiroqqa qaragan siri ichi pushib, qorong'uda o'ltirsa bir oz aram topadigandak his qildi-da, darhol berib chiroqni o'chiribdi. Ondan silab sipab berib, ish ustulining oldiga kelib o'ltirdi va bir tal tamaki tutashtirib, uni chekmay qo'lida tutgan peti yo'g'on ko'zlarini chaqchaytib, xiyolga cho'kib ketdi. Ishni mushundoq bo'ldi qilmanmi? deb so'rdi o'z-o'zidan. Yo'q, bu zulmatni yemirib tashlashim kerak. Tok iqimni cho'qim bo'lishim kerak. Cho'g'langan chiroqni cho'qim yo'ritishim kerak. Bu yo'lim xato emas, deb javob berdi o'ziga. U yaqindan bo'yanqi xizmatlarni boshdan oxir tafsiliy aslab chiqdi. Ishlagan har bir tajribada qandoq elib borganligini va qandoq mag'lub bo'lganligini atrofliq tekshirdi. Ya'ni monolarni o'yladi. Hozirgi to'q chiqarish mashinasi talabga loyiq bo'lmag'achqa, u dastlabki qadamda bir xil yangi tipdagi to'q chiqarish mashinasini loyihalagan. Endi qolgan bir necha ushoq masalalarni hal qilsalar, u mashinani yasashga darhol tutish qiladi. Tok iqimini bo'lish sistemasi jihatdan umumyuzlik bilan bor. Hatto tok iqimini o'lchaydigan tok soatini qandoq o'rlashtirishni o'ylab qo'ygan. Faqat aynak ko'mzak ichidagi kichikkina narsa hadab uzilibli turdi. Buningga hech amal tepilmayotdi. Shuning bilan uning xiyoli yana o'tqa chidamli materialga markazlashdi. U bundoq o'ylab, bir xil materialni, yana bir xilga qo'shib, birini biriga ulab ko'rdi.
Bargan sir ko'p narsalarni o'ylab ketdi-da, darhol o'rnidan turib, gazvoy chiroqni yondirdi. Qog'oz qalamni elib, o'ylaganlarning hammasini yozishga boshladi. Yezib bo'lgandan keyin yana o'ylandi. O'ylanganlarni yana yozdi. Shu tarzda u qanchalik vaqt o'tganligini bilmaydi. Zodi esiga bir narsa kelmagandan keyinla boya yozgan ismlarini sanab chiqdi. Top-to'g'ri 1600 xil bo'ldi. Bu 1600 xil o'tqa chidamliq material ichida qarg'i keladigan birisimi chiqmay qolarmi? U beshini chayqab kulib ketdi. U puxta o'ylanish orqasida bundan keyingi ishni to'rtga bo'lib elib berish lozimligini his qildi. Birinchi, odam kuchini o'rlashtirib, bir-biriga o'xshash bo'lmagan 1600 xil o'tqa chidamliq materialni ayrim-ayrim holda sinov qilish. Ikkinchi, havo sumirish usuli va uskunasini yangilab, imkoniyatning boricha aynak ko'mzakning ishini yuqori darajada vakuumlashtirish. Chunki vakuumlashtirishning cho'g'langan chiroqning umrini uzartishda muhim ahamiyatga ega ekanligini tajribalar isbotlagan. Uchinchi, yangi tipdagi tok tarqitish mashinasiga doir qilib qolgan ushoq masalalarni hal qilib, darhol uni yasashga tutish qilish. To'rtinchi, tok yiqimining tarmoq sistemasini davomli tadqiq qilib, amaliyotda qo'llanilg'ili bo'ladigan qilish. Bexatarlikka texmi diqqat qilish. Yoza ko'z oldi bara-bara yo'rg'anda qildi. U burilib sirtqa qaragan edi, bulutlar tarqab ketibdi. Sharq taraf oqiribdi. Kun chiqay deb qopti. Sinoq yangi plan bo'yicha nihoyat o'ngishli qilib berildi. Lampochkaning umri 10 minutdan bara-bara 2 soatga uzardi. Morgan va uning sheriklari ahvolning tezdan yaxshilanayotganligini anglab, darhol biraylandin $50,000 avatdi va u odamga Edison apandi dadil ishlaversin. Pul yetmasa, xat yozibsa, biz darhol avat beramiz deb qayta topildi. Bir-biriga o'xshash bo'lmagan 1600 xil o'tqa chidamliq materialning har birini tajribadan o'tkazish kerak edi. Ba'zilarini hatto bir necha qitim sinov qilishga to'g'ri keladi. Har birini sinov qilganda oz deganda bir necha aynak ko'mzak ketadi. Edison o'ylab, muncha bo'lajiq aynak ko'mzakni sirtqa yasatgandan ko'ra, maxsus odam taklif qilib, o'zimiz ishlaganimiz yaxshi emasmi dedi-da, boshqalarga havola qilib, Tom ismli aynak ko'mzak yasovchi bir ishchini tepib keldi. Mashina uyining yeniga o'choq soldirdi. Asbob uskunalarni o'rinlashtirib, kichik ko'lamdagi aynak zavodidan birini qurdi. Sinov qiladigan chaqda oldi bilan lampochkaning qilini yasab, ondan pomga lampochka yasatdi. Bundaq ishlash burunqidek avval lampochka yasab, ondan uning qilini o'rinlashtirishga qaraganda ko'p tejashlik bo'ladi. Edison havo sumirish mashinasini ishlash jihatdimi nurg'un ter to'kkan bo'lsa-mu, lekin har qancha qilgan bilan aynak ko'mzakning ichidagi havo yanada butunlay chiqib ketmaydi. Keyincha u Poliston universitetida Seplongal havo sumirish mashinasining borligini, bu mashinani angliyalik olim Krokes kashf qilganligini, uning iqtidori nihoyat yaxshi bo'lib, hozirgacha havo sumirish mashinalari ichida birinchi o'rinda turganligini angladi-da, darhol Aprodonni poyezd bilan avatib, bu mashinani oriyatga keltirdi. Sinab ko'ruvdi. Degandek o'zlari yerlik usulda yasagan havo sumirish mashinasidan ko'p yaxshi bo'lib chiqdi. Edisonning kutmagan yerdan chiqqani shu bo'ldiki, 1600 xil o'tqa chidamliq materialning har birining sinov natijasi oq oltinga yetmadi. Ketgan pulni demay turaylik. 5-6 oy qilgan jafoliq amgak oxirida mundaq bir masalani tushuntirdi. Aynak ko'mzakdagi kichikgina narsa uchun yanili oq oltin eng muvofiq bo'lib chiqdi. Lekin Edisonning toza beshini qaturgan masala dal ashu. Demismi? Seriq oltin nihoyat qimmatlab ketgan edi. Oq oltin degan bu narsa uningdan qimmat edi. Uningda lampochka yozsa, uni cho'ng xo'jayinlardan boshqa kim elib yoqalaydi? Va holanki, paket ochiq ko'rinib turadi. Oq oltin sim o'rnatilgan lampochka qattiq havosizlantirilgandan keyin uning umri 1 soatdan oshdi. Hatto 2 soatga yetdi. Bu natija haqiqatan qimmatli edi. Uni shu bo'yicha to'xtatib qo'yishga haqiqatan ko'ngil unmaydi. To'xtatmasa, uningga oq oltin sim ishiltish kerak edi. Amgak kuchi bilan materialni qancha tejigan bilan uning tannarqi zodi tuvallamaydi. Odatdagi kishilarning uning bahosini ko'tarolmasligi cho'qim edi. Edison uyan o'ylab, buyan o'ylab, nihoyat qiynaldi. Keyin yana o'ylanib, narsaning izi qimmatlik degan gap bor. Agar oltin kallardan yana tepib, oq oltin ko'plab elinsa, u texim ko'paymamdi va arzonlamamdi dedi-da,
shuncha aldirashchilikda yana vaqt chiqarib, butun dunyo miqyosidagi aqaltun konlarini tepish uchun geologiyaga, minerallarga munosabatli nurg'un materiallarni to'pladi va tadqiq qildi. Edison shu kuni kechda boshqalarni uni buni deb ko'ndirib, dam olishga qaytirib atdi. Tajribaxonada o'zi yolg'iz qolib, lampochka simiga doir ish ustida o'ynashga boshladi. U yangi plan bo'yicha ish boshlagandan buyon boshqa ish u yoqda tursin, faqat o'tqa chidamliq material ustidala 2000 qitimga yaqin tajriba o'tkazdi. U kun bo'yi ishlarni o'rlashtirish, masalalarni o'ylash, hal qilish bilan band bo'lib ketdi. Zodili yaxshi orom ololmay keldi. Jiddiylik, xo'shallik, titit bo'lish, xuddi yiqilg'uga aylangandek uning qalbida bir patman o't bo'lib, lavuldab kuyatdi. Amdilikda aqaltun masalasi bu o'tga yangi yiqilg'u bo'lib qo'shilib, uning vujudini shundoq kuydiratdiki, bu jimjit kechidimi o'chmagan edi. Dunyoning hamma yerdagi minerallar tazkirisini aqtirib, butkul cho'nquruqlikning geologiyalik xaritalarini o'qib chiqibmi, aqaltunning izini topolmadi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, Edisonning hayotiy faoliyati tunishtirilgan programmamiz vaqt munosabati bilan bugun bu yerda oxirlashdi. Davomini Atiksan programmamizdan anglag'aysizlar. Programmamizni vaqtida anglay olmagan do'stlar bo'lsa, stansimizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni hwchekit.com toriga kirib, qayta anglasanglar bo'ladi. Programmamiz har kuni Beijing vaqti soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti 16 dan 30 minut o'tganda, tekrar anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli huzurlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farux, Zulhayat Anvar. Muharrir İlham Kever Abduvahid Niyaz. Mas'ul muharrir Dildar Muhammad Rahim, nazoratchi Nijat Abduqodir. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Xayr do'stlar, Atksan programmamizda ko'rishguncha oltin tinala aman bo'lsin.